Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Abduqodirov. Let's go man. Sizlar bilan Abduqodirov. Zo'rishlar. Короче, hozir ishoninglar 2 soatmi yo 2 soat emas. 1,5 soat lesson 2 ni ochib dars o'tdim. Darslar qildim, короче. Onasini emsin zaps yoqilmagan ekan mayda. OBS studioda zaps yoqilmagan ekan. Zaydab. Shunaqa asabim chiqib ketdi. Shuncha narsa tushuntirib tashladim-da. Shuncha narsa tushuntirdim. Zaps yoqilmagan lekin. What? Motherfucker. No, unda narsa qilmaymiz. Asabiylashmaymiz. Просто yozgan kodlarimni explain qilib beraman. Ну, обязательно sizlar yozinglar. Обязательно yozib takrorlaylar. Просто yomon asabim chiqib ketdi. Shuncha kod yozdim. Zaps yoqilmagan. Start bosilmaganda Zaynab. Index HTMLga o'tamiz. Mana boshqa tushuntiramiz. H1 o'zinglar bildinglar. Birda qanaqa kod yozilgan? Oddiy shu H1 ichiga style berganman. Style nima? Style bu CSS ishlatishi, короче, kerak emas-da, o'zi biz CSS o'tmadik, hali CSS etapga o'tmadik, shuning uchun styledan foydalanib turamiz. Text align center. Text align center nima qiladi o'zi? Nima keladi qo'lidan text align center deydigan bo'lsak, hozir ochaman. Qo'ldan kelishini isbotlab beradi. Voh, Zaynab. Okey, mana salomat degan narsa chiqdi. Hozir pastdagi kodlar komment yopib turaydi. Chalg'ib ketasizlar, chalg'ib. Tekin kurs bo'lsa ham shunaqa emas, sizlar o'ylayman, просто так. Ba'zi bir pulli kurslar ham bunaqa. Keyin negativlarni o'zini yopaman, lekin negativ bo'ladi-yu, baribir jirlaydi-yu, kamaydi. Oddiy narsa-ku deb baribir gapiradi. Shuning uchun men katta startup loyihaga kirgandim, Zaynab qotib qolgan. O'ta katta. Yana kirib ko'rsatib beraman. Okay, chalg'aymiz. H1 text align center turibdi. Center o'rniga right bersam bo'ladi. Right bersam ko'ringlar, o'ng tarafga o'tdi. Left bersam nima bo'ldi? Chap tarafga o'tdi. Center bersamchi o'rtaga keldi. Bu color любой narsa yozsa bo'ladi. Любой narsa, misol uchun green. Ingliz tilida biladigan любой rangingiz yozsangiz shu rangga kiradi buni. Majbur bunga kirishga. Endi pastdagi nimani ochamiz? Kommentda. Kommentda ochamiz. Little h6 oddiy h6 ko'rishlar mumkin. Keyin esa hr chizdim. Pastga keyin deltaga del. Nima u del? Pastga bir yerdan keyin monodelga qarayman, monodelga. $100 qilib qo'yganman-ku. Короче, del nima qildi? Delni ichiga misol uchun qayerda ishlatamiz buni? Uzun market bor-ku. Uzun market emas, Amazon.com kiramiz. Короче, mana fitfilotda mahsulotlar bor, chegirma e'lon qilishim. Yo'q, bu faqat kitobmi? Yo'q. Kelinglar, o'zimizni saytga kiramiz. Uzun marketimizga. Kiramiz. Uzun market kirdik. Короче, ko'rishim mumkin. 30 ming 31 ming emas, 30 ming, 154 ming emas, 128 ming. 1.800 qanchadir ming emas, 1.831 ming, 1.569 ming emas, 1.537 ming. Просто tagi chizmagan. Misol uchun shunaqa chegirma e'lon qilayotgan, misol uchun mana qilib ko'rdim, mana 5 milliard qanchadir ming emas, $1000. Shunaqa narx. Misol uchun tepada mana yerda kart turadi, buni kartni mana yerga olib qo'yamizda, bu kartda narxi oldi 5 milliarddir, lekin hozir $1000. Короче, del ichiga любой narsa yozsa ustiga chizib beradi. Просто chegirmalar ko'plab ishlatiladi. Keyin esa i tegi i. P ga ahamiyat beramiz, P o'tilgan. I tegi i mana italik deb yozib qo'yganman-ku, italik. Sal qiyshayib turibdi, fontli bo'lib. Turibdi, ko'rishingiz mumkin.
Bu tepadagi pitagi, buni italik. Bu italik oddiy tekis turibdi, moldek. Bu italiyasi chiroyli, nafis, qiyshayib turibdi. Короче, italik shunaqa font ham bor. Tez gapiryapman, uzr. Italik shunaqa font ham bor. Tushunarli? I degi narsani qiyshaytirib beradi. Keyingisi B, bold. Короче, bold degi nima qilib beradi? Жирный qilib beradi. Birorta narsa ajralib turishi kerak-ku. Ajralib turishi kerak-ku. Birorta narsa ajralib turishi kerak bizda, короче, mana. Jam. Ajralib turibdi, mana. Mollar ham bitega deb yozilgan. Bold, жирный mollar ham, жирный. Жирный bular ham. Ya'ni bold nima qiladi? Matnni qalin, жирный qilib beradi. Wordda ham bor, жирный, qalin qilib beradi. Короче, bold ichiga любой narsa yozsak, жирный qilib beradi. Misol uchun buni B desang o'zi chiqib keladi. Keyingisi pastga, sub esa tepaga matn chiqaradi. Короче, narsalar bor. Men bu yerda nima yozdim? Ha, H2O. Men ko'rsam kerak. P ni ichiga H yozdim, H. P degan ichiga H. Undan keyin ichiga sub degan ochdim, sub ichiga 2 yozdim, keyin P ga yana 10 yozdim. Formula kelib chiqdi H2O. H2O. Oxiri S B bilan tugasa, sub bo'lsa, pastga qo'ying, ha. Keyin pastiga Ronaldo 7, 17 qo'yib qo'ydim. 7 tepada. 7 nimaga tepada? Chunki 7 ni men subda yozganman. O'shaning uchun tepada. Keyin pastga HR chizdim, yana HR. Imagedagi image nima bu? Image. Короче, image boshdan tushuntirish kerak. Короче, menga image nuqta slash David Goggins. Bitta rasm olib kelasizlar, mana yana rasm olib kelish oson, hamma bilsa kerak. Yani bilmaganlar uchun o'rgatib ketaman baribir. Короче, любой papkani ichiga kiramiz. Любой bitta rasmni tanlab shunday olib kelamiz ustiga. Tamam. Baqa o'tadi. Короче, mana shunaqa image. Mana olib kelib berdi. Просто mo tepadagi style berilgan, uni pastdagi style berilmagan. Bu rasmdagi David Goggins eng kuchli mentaliteti, eng kuchli disiplinasi bor odam. Yer sharida. Okay, darsga qaytamiz. Image alt nima? Alt. Rasm chiqadi. Hadi, sabr qiling, birodar. Okay, nimaga chiqmadi u altga yozgan so'zimiz degan savol kelishi mumkin. Pastda bo'ladi, nimaga chiqmadi? Okay, endi buni nima qilamiz? Saqlaymiz. Mana endi chiqdi rasm chiqadi, birodar, sabr qiling. Rasm hali chiqadi, birodar, sabr qiling. Jepni joyiga qaytaraman. Rasm chiqdi. Lekin internetda muammo bo'lishi mumkin. Internet qotganda odamni kimdir internetda networklari past bo'ladi. Shuning uchun asha altga nimadir o'sha misol uchun David Goggins. Mayda odam haqida ma'lumotni David Gogginsni короче rasm chiqmasa David Goggins degan so'z managa keladi. Keyin men tepada image cho'tkilab belgilayman. Cho'tkilab qo'ygan. Style ichiga viz 350 piksel, undan keyin display flex, keyin margin auto. Viz 350 qilsam kichraytirib cho'tkilab qilib berdi. Keyin margin auto, display flex nimaga qo'yilgan? Chunki imagedagi narsa margin auto display flex yozmasak, короче narsalar blok elementi buni flex qilishimiz kerak. Flex o'zgartirish kerak, keyin margin auto keyin o'rtaga keladi. Dars tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Короче, yasagan narsamiz login form html. Просто так hozir ko'rasizlar. Bunda birinchi men buni haligi jinechasini yasadim-da, keyin o'zim GitHubga kirdimda, GitHubga kirib kodlarimni bu yoqqa olib o'tdim, GitHub kodlarimni bu yoqqa olib o'tdim. Mana tepada aylanib turib keladi pastga. Bunda CSS bilan qilingan, sizlar buni qilishingiz shart emas. Agar kodi kerak bo'lsa, давайте layklang. Narsa Telegram kanalimga ziplab tashlab qo'yaman. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimga o'tsangiz ziplab tashlab qo'yaman. Telegram kanalim shu kommentda qoldiraman. Kommentga yozib qoldiraman. Okay, that's good. Keyin nimalarni tushuntirdim mana. Hozir buni ustiga o'say. Buni ustiga короче, yana bitta mayli, shoshilmaymiz. Bular shu. Input
lekin shuncha narsalar beryaptim. Bitta like, bitta obuna bo'lmasa вообще bo'lmayapti. Hozir men kod yozdim. Input ichiga nima yozdim? Placeholder username. Placeholder username Zaynab bu portga o'tish kerak va ommaboru. Mana past input kerakchi rasm. Yo'qotamiz. Mana past input chiqdi. Ha, mana ikkita input chiqdi. Ikkita input bu yerga berib qo'yaylik. Pastga tushsin. Ikkita input chiqdi, ya'ni Zaynab ikkita input chiqdi. Короче, username turibdi. Yozsam o'chib ketadi. Asha placeholderga любой narsa yozsa bo'ladi. Любой narsa. Ismga o'zgardi, yozsam o'chib ketadi. Короче, tushunarli, ya. Placeholder ichiga narsada placeholder kerakchi. Yozgandan keyin o'chib ketadi. Ma'lumot to'ldirish nima kerakligini oldin aytib turadi. Aytgancha, misol uchun bu yerga username'ingizni yozing deb qo'yish mumkin. Passwordingizni yozing deb password o'rniga almashtirib yozib qo'yish mumkin. Required nima? Короче, bitta button chamish submit type'ini ham submit. Короче, unda bossam hozir buni endi bular forum degan ichiga olamiz. Forum ichiga olib forumga o'rab qo'yamiz. Короче, forumga o'rab qo'yamiz. Bunda bossam endi input buttonni bossa ishladi. Please fill out this field. Required toptashasan, hech narsani aytmaydi. Required toptashadim, kodni saqladim, o'tdim. Keyingisiga, chunki keyingisida ham required bor. Required bundan olib tashlayman. Bunda bossam, keyin просто narsa yangilanib ketadi. Buni ichiga nimadir yozdim, buni ichiga nimadir yozdim, buni o'qisam yangilanib ketadi. Endi qaytaraman requiredni. Required qaytardim, yozdim. To'ldiring deb to'ldirdim va ham to'ldirdim. Buni o'qisam keyin yangilanib ketdi. Xullas, shunaqa narsalar o'tildi darsda. Keyin yana nimalar startapni ko'rsatmoqchi edim. Startup. Okay. Короче, shunaqa. Bundan oldin shunaqa login form yasayotgandim, sal netoli ketib qoldi. Shunga zapis yo'q ekanmi deb negativligini baribir gapiradi-ku. Chirillar ekan menga. Uni qilaman. Короче, mana hozir gapirish mumkin-da, baribir kimdir HTML qarab tushuntirishni bilmaydi. Men o'zim opitimda kelib chiqqan holatda cho'tkalab tushuntiryaptim. Bilaman, tez gapiryaptim. Chunki bundan oldin sekin xotirjam 1,5 soatlab cho'tki tushuntirgandim. Hozir asal вообще chiqib ketgan. Frontend admin ochamiz. Adminning o'zini ichida mashincha narsa, adminning ichida hammasida kod bor, mana hammasida kod bor, hammasida kod bor. Hammasida. Taxirab ko'p hammasida. Okay, component ichini ochamiz. Component ichida UI bor. UI ichida ham shuncha fayl bor. Okay, yopamiz component. App.js o'tamiz. App.js o'zi ham mashinachada, App.js o'zi ham shuncha kod ko'rish mumkin. Вообще. Okay, tushunarli. Index.css. CSS. Tagi bormi? Mana CSS mana. Короче, o'ta katta proyektda bu. Tailwinddan qilyapman. Endi backend. Shu backendda adminniki, auzniki, favorite match, create admin, create machine, user dashboard, error handling, index. Shunaqa narsalar keyin Postman databazada foydalanilgan. Shunaqa gaplar. Bu negativlikda ishlaydi. Короче, bunaqa narsalar prosta kodini ham bera olmayman, lekin o'rgatishim mumkin.
Shunchaki prosta bitta like, bitta obuna, bitta komment, tamom. Shunaqa darajaga olib chiqaman sizlarni ham, xudo xolasa. Sizlar bilan Abduqodirov bo'ldi. Yana bitta narsa aytib ketaydi. Video montaj qilaman men buni hali. Buni montaji bo'ladi. Montaji ham kamida 1 soat vaqt oladi. YouTube'ga kiraylik-da. YouTube'ga kiramiz. Короче, mayli kanal bor. Mani kanalim. Men qaraylik 4 soat oldin qo'yilgan 2 marta ko'rilgan. Xolos, dizaynim 43 ta obunachi, 43 ta obunachi xolos. Bu prosta mashina ko'paytirish kerak. Menda Telegram kanalim bor, Telegram kanalim shuni o'tib. Bitta obuna bo'lish kerak. Bitta obuna bo'lish kerak shunga. Okay? Hammaga rahmat. Sizlar bilan Abduqodirov bo'ldi.